Najot ta'limda ayni paytda 3000 nafar o'quvchi bir vaqtning o'zida ta'lim olib keladi. PDP IT sohasining eng talabgor bo'lgan 10 dan ortiq yo'nalishlarida faoliyat ko'rsatadi. Bular software engineering, artificial intelligence, data analytics. Bugungi kungacha 700 dan ortiq talabamiz muvaffaqiyatli bitkazishgan. Ularning 400 dan ortig'i Amerikada, 300 dan ortig'i esa O'zbekistonda. Ularning barchasi ish bilan ta'minlangan. Subsidiya va CRM biz uchun juda zo'r yangilik bo'ldi. Ochig'ini aytaman, o'quv markazlari uchun challenge vazifasini o'taydi. Biz o'quvchilarni iloji boricha rasmiy ishga kirishga harakat qildiramiz. Bundan keyin IT iste'dod loyihasi e'lon qilingandan keyin barcha o'quv markazlari harakatga tushib qoldi. Shu jumladan biz ham bu loyihaga juda qiziqdik. O'z harakatimizni boshlab yubordik. eng yaxshi tarafi, tasavvur qiling, biz o'quvchiga ta'lim beryapmiz. Agar u xorijiy IT kompaniya, ya'ni eksportyor bo'lgan IT kompaniyaga ishga kira olsa, bizga $2000 gacha bo'lgan subsidiya taqdim etilyapti. Bizning asosiy maqsadimiz zamonaviy ta'lim yordamida yoshlarning hayotini tubdan o'zgartirish va ularning xizmatlarini eksportga olib chiqishdan iborat. Asosiy eng katta maqsadimiz bu butun respublika bo'yicha iqtidorlarni jahon miqyosidagi eng talabli mutaxassisga aylanishlariga ko'maklashishdir. Bizning asosiy maqsadimiz O'zbekistonda 10 minglab yoshlarni eng talabgor bo'lgan data injener va data analitik mutaxassislik bo'yicha ta'lim berish, albatta ularni ish bilan ta'minlanishiga ko'maklashish orqali respublikamizning eksportini oshishiga va iqtisodiyotini rivojlanishiga kichik bo'lsa ham hissamizni qo'shib. Bu rejamizni amalga oshirish uchun IT iste'dod loyihasi asosiy katta turtkilardan bittasi hisoblanadi. Bu maqsadlarimizga erishishda IT iste'dod loyihasi bizni yana ham rag'batlantiradi. Mana shu qilayotgan faoliyatimizga ko'mak sifatida IT iste'dod dasturi bizga katta yordam beradi.